Assalomu alaykum, hurmatli podpisчиклар. Mana ikkinchi частini boshladik. Berlinga sayohatimizning ertangi kuni edi bu. Hayron bo'layotgandirsiz, nimaga hammada maska? Bu aynan Covid tugagan yili bilan boshlanadi bu holat. Haligacha maska o'shada yurish saqlanib qolgan edi, lekin karantin endigina bekor bo'lgan paytda, agar eslasangiz, bahorni boshida. Xullas, mana biz otelimizdan chiqib ketdik. Poyezd stansiyasiga borishgacha o'sha shahar markaziga yetib olishimiz uchun, ya'ni o'sha tarixiy binolarini, inshootlarini, o'sha mashhur Berlin darvozasini ko'rishga yo'l oldik. Albatta, stansiyagacha bo'lgan 700-800 metr atrofidagi yo'l edi va buni biz peshkom yurib, o'sha shahar kunduzgi ertalabki Berlinni ko'rib, bolalar bilan ketdik. Trenga ham chiqib oldik. Ushbu trenda biz obzorniy ekskursiya deydi, ya'ni ko'rib ketdik yo'lma-yo'l. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin, shaharda Berlinda juda ham eski shahar, qadimiy shahar hisoblanib, ko'chalarini o'zida har xil o'sha binolarni ko'rib, tomosha qilib ketishingiz mumkin. Biz boradigan bekat Alexanderplatz edi, adashmasam. O'sha Berlindagi ozodlik maydoniga bormoqchi edik. Shu maqsadda o'sha kartaga qarab stansiyani tanlab ketishga qaror qildik. Bunda olib qaraganda Berlinda umuman birinchi kelgan turist ham adashib qolmaydi. Sababi hammasi ochiq-oydin yozilgan angliski va russkiy yozikda. Bemalol o'qib, perevod qilib, o'sha boradigan joyingizni topa olishingiz mumkin. Gid yordamisiz. Bu umuman muammo emas. Chunki poyezdlari, o'sha nima deydi, metro stansiyalari hammasi udobniy qo'yilgan. Xo'p, biz mana o'sha stansiyamizga tushib qoldik va mana bog' orqali, park orqali o'sha anaqadan o'sha maydonga qarab ketdik. Mana ko'rib turganingizdek, ertalabki mashg'ulotlar deydi. Yoshi katta mana ayollar, o'sha yoshi katta kishilar toza havoga parkka kelib aylanishga kelishgan. Bolalarga doimgidek o'sha parkdagi nima deydi, ko'ngilochar joylar doimo qiziq bo'lgan va buni biz qaysi joyda, qaysi shaharda bo'lmaylik, ko'rishimiz bilan sirazi kirib, testimizdan o'tkazib ko'rishimiz kerak. Mana bolachalarimiz maza qilib unisidan bunisiga, bunisidan unisiga sakrab maza qilishdi. Havo o'rtacha, unaqa sovuq emas, taxminiy 18-17 gradus atrofida edi, lekin quyosh bor, no sovug'i bor ozginagina. Parkda hech kim yo'q, faqat o'sha jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchi sport deydi, ya'ni mana yiqilib ham tushdi qizim. Xullas, bizani bolalar yiqilib, shunda etigini qoqib, yana yo'lda davom etadigan bolalardan. Kichkinaligidan pishuv qilib o'stiribmiz, mana. Doimiy sayohatga billa boramiz biz. Shu sayohat davomida biz bilan billa bir xil yurib, bir xil dam oladi bolalarimiz, energetishni. Xullas, mana detskaya plashatkasidan o'zi sinovdan o'tkazdik. Endi yo'limizni darshi davom etamiz. Ana o'rmonlarning ichidan o'sha parkdan ketyapmiz. Ora-orada o'sha sport bilan shug'ullanadigan odamlarni ko'rishingiz mumkin, yugurib yurishibdi. Umuman olib qaraganda bu yerlarga yoz, bahor oylarida kelish kerak deb o'ylayman. Yanada qiziqroq, yanada chiroyliroq bo'ladi tabiat. Biz vobsheta yomg'ir kutgandik. Kelishimizdan bir hafta oldin ko'rganimizda yomg'ir ko'rsatgandi. Kelishimiz bilan umuman hech qanaqa yomg'ir bizga o'sha sayohatimiz davomida hech qaysi davlatda yog'ingarchilik bo'lmadi. Mana biz o'sha ploshtiga yetib keldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Ushbu yo'ldan chapga to'g'ri yurganda o'sha Berlin darvozasiga chiqadigan yo'l bor.
va biz o'sha yo'ldan ketmoqchimiz. O'zi strelkalar, har xil o'sha bannerlardan qarab bemalol yo'lingizni ham topsangiz bo'ladi. Hamma mehmonxonalarda kartalar tarqatiladi yoki poyezd stansiyalarida, чтобы kelgan turistlar uchun yengil bo'lishi uchun. Вот. Mana bu chap tomonimizda mashhur haykal bor, tarixiy. Otto von Bismarck o'sha tarixiy shaxs uchun bu haykal o'rnatilgan. Juda ham chiroyli, qo'lishiq, ko'rishingiz mumkin. Har bittasini o'zini ma'nosi va shakli bor. Mana Bismarck nomiga ushbu haykal qo'yilgan. Ko'pchiligi bilsa kerak, bu shaxs buyuk shaxs bo'lgan tarixda. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Aylanasiga erinmasdan syomka qilganmiz. O'zi Berlin ko'chalarini o'sha tarixiy ko'chalasiga bitta tushib qolsangiz, ketma-ket anaqa tarixiy obidalar, tarixiy haykallar, shu tarixiy joylar ketma-ket joylashgan, ko'rib ketishingiz mumkin. Faqat eng qulay krossovka, eng qulay kiyim kiyib olishingiz kerak bo'ladi. Piyoda yurib ko'rib ketib turasiz. Mana har qadamda velik uchadiganlar, yuguradiganlar uchrashishingiz mumkin. Bizani bolalar ham maza qilib aylanishdi. Biz o'sha ko'chani oxirigacha bo'lgan joyga yetib olsak, shunda Berlin darvozasini ko'chasidan chiqamiz. Yonida esa parklar, har ikki tomonida. Daraxtlar ko'rib turganingizdek juda ko'p. Umuman olganda havosi toza. Biz hozir o'sha naqaga qarab ketyapmiz, mashhur Berlin darvozasiga qarab. Salom, endi efirdaman. Svetoy. Ana biz Berlinga bordik. Berlinda rosa aylanib yuribmiz. Mustaqillik maydoniga tushdik. Ana bu hozir o'tirgan joyimizda 4 ta simfonический orkestri mashhur kompozitorlarning haykallari bor. O'tda Beethoven, Mozart, Bach yana xullas yana bittasi bor edi shu yerda. Berlinda shunaqa joylari borki, parklarni qo'yaverasizlar. Bunaqangi mazza, mana bu Ikkinchi jahon urushiga tugashiga o'rnatilgan monumentlar. Moskva bilan birga kelishgan holda Rossiyada do'stlik monumenti yarashuv monumenti desak ham bo'ladi. Ikkinchi jahon urushini o'tganligi bo'yicha. Shu to'g'rida ko'rib turganinglar, mana bu mustaqillik maydoni bilan Berlin darvozasini o'rtalarida joylashgan. Mana bitta to'g'rida shu o'rtada bitta haykal turadi. Shu nimaga turishini lekin bilmadim. Turaverar ekan, faqat mustaqillikka orqaga qarab turadi, bu yoqdan Berlinning oldiga qarab turar ekan. Nima deydi? Подвиженцы deydimi? Shunaqalar o'zi kerak. Mana bu Berlin darvozasi. Orqa tomonidan kirib kelyapmiz. Tomoni naryo tomonga qaragan bo'ladi.
ana işte aylanadigan turistik ichkariga kirsanglar ichkarida mana manzara boshqacha. Har doimgi ana bunaqa qilib delegatsiya hammadan maza qilayotgan o'g'lim maza qilganda qizim bechora peshkom butun Berlinni aylanib chiqdi. O'lasa yelkada tepada yugurib yurgan. Odamlar rasmga tushyapti, skoringlar yuribdi. Biz endi keyingi tochkaga uramiz, qatga borishni. Qattaligimiz ham menimcha aniqroq bilib oladiganimiz shekilli. Men birinchi martasida bo'laveradi-da, qidirib yurish kerak. Qaytdi. Ana bitta suvenirli lavkasi bor. Tavsiya qila olmayman. Chunki qimmat.